Yaqinda YouTube'ga 7 kunlik suv ro'zasi videosini qo'yganim, 7 kun davomida umuman ovqat yemaganligim. Bu video 10 mingtadan ko'p prosmotrga ega bo'ldi va juda ko'p kommentariyalarda insonlar yozishgan va o'sha kommentariyalarni o'qib bitta narsani tushunib yetdimki, juda ko'p inson bu narsa haqida bilmas ekan, bu narsa haqida juda noto'g'ri savollarni berishyapti, xatolarni berishyapti va noto'g'ri tushunishibdi bu videoni. Shuning uchun bu videoda o'sha kommentariyalardagi asosiy bo'lgan savollarga va ko'pchilik bergan qayta savollarga to'g'ri javob berib o'tmoqchiman. O'zimni shaxsiy tajribamdan aytib o'tmoqchi bo'lgan birinchi narsa, men doktor emasman, men nima deydi, bu dietolog, bu narsalar haqida ustasi emasman, professional emasman, lekin o'zim bilgan shaxsiy tajribamdan kelib chiqib va o'qib o'rganganlarimdan kelib chiqib shu savollarga o'zimning fikrimni ulashmoqchiman. Birinchisi, ko'pchilik juda ozishga yozgan ekan va men ham boshlayman, ozmoqchiman, zo'r narsa ekan ozishga deb. Bu videoda 8 kilo tashlaganman. 7 kun davomida o'sha 7 kun ovqat yemaganimda 8 kilodan ko'proq vazn tashlaganman. Bu narsa vazn tashlashga, ozishga to'g'ri kelmaydi. Eng katta xato shu. Bu video ozish uchun qilinmagandi. Men o'zi shundoq ham 83 kilo edim. Bu videoni o'sha videoni boshlaganimda 83 kilo men uchun yaxshi vazn. Men ozish niyatim yo'q edi. U narsa nima uchun qilinadi? Ichki organizmlarni tozalash uchun, yengillashtirish uchun. O'sha videoda ham aytib o'tganman, 2 kun ovqat yemasangiz qanaqa jarayonlar boshlanishi ichki organizmda, 4 kundan keyin, 5 kundan keyin, 7 kundan keyin yangi hujayralar paydo bo'ladi. O'sha eski, hattoda qolib ketgan hujayralar o'ladi, zararli hujayralar chiqib ketib, yo'qolib, o'rniga yangi regeneratsiya bo'ladi va o'sha raklarning oldini olishga yordam beradi o'sha qariganingizdagi boshqa paytda. Juda ko'p sog'liq uchun foydalari bor, siz bilmaydigan. Va o'zingizni yengillashtirasiz, oshqozon ham qayta tiklanib olib, yengillanib olib, yosharadi. Shuning uchun ozish uchun qilinmaydi bu narsa, asosan sog'liq uchun qilinadi. Ozish uchun eng katta noto'g'ri tomonlardan biri ham, siz tez ozib olganingizdan keyin yana yeyishni boshlaganingizdan keyin 2 barobar semirib ketish ehtimoli ham bor, agar noto'g'ri yeyishni boshlasangiz. Shu kabi ozgandan keyin yana kam yeb davom ettirsangiz, balkim yaxshidir, lekin ko'p holatda odam nafsiga chidolmaydi va 2-3 kun tutgandan keyin, 7 kun tutgandan keyin ham hattoki yana yeyishni boshlagandan keyin organizm yanada nima deydi, ilhomlanib semirib ketishi mumkin. O'shaning uchun ozish uchun qilmoqchi bo'lsanglar, boshqa diyetalarni qilib ko'ring. Keto diyeta bor, to'g'ri ovqatlanish dietalari bor. Kuniga 5 mahal ovqat yeb ozadigan insonlar ham bor. O'shaning uchun dietani tanlagan yaxshiroq. Har kuni ovqat yeb, 3 mahal, 4 mahal ovqat yeb ozgan osonroq hattoki. Keyingisi, juda ko'p ayollar yozibdi. Emiziklik bolam bor, men ham tutsam bo'ladimi? Tuqqandan keyin semirib ketdim, ozmoqchiman deb. Savol o'zi juda katta xato, noto'g'ri. Mantiqan o'ylab qaraydigan bo'lsangiz ham, bolangizni emizishingiz kerak. Sizdan oziq o'tadi. Bolaga ovqat yemasangiz, siz ichingizdagi hamma mineral, foydali narsalar chiqib ketadi. Siz ovqat yeb, ichingizga foydali ozuqalar kiradi. U bolangizga berishingiz kerak. Bu noto'g'ri narsa. Umuman qat'iyan nima deydi, taqiqlanadi. Bu narsa haqida o'ylash ham kerak emas. To'g'ri fikrlab ko'rsanglar ham o'zi umuman to'g'ri kelmaydi. Kasal odamga, emizikli odamga, umuman qanaqadir muammosi bor inson bu narsani qilib ko'rishni o'ylashi ham kerak emas. Uni sog'lig'i joyiga qo'yib, keyin bu narsani qilib ko'rsa bo'ladi. Keyingi narsasi, ko'pchilik o'sha zo'r yoqdi, men ham ertadan boshlayman deb ruhlanib video qilgan. Video yoqqanidan xursandman, foydali bo'lganidan xursandman. Ichiga foydali ma'lumotlarni tiqib ketishga harakat qilganman, video roliklar yasab. Shu narsalarga ahamiyat berishinglarni xohlardim. Ruhlanib boshlash yaxshi, lekin nima deydi, u narsani noto'g'ri boshlab qo'ysangiz, bo'ldi ertadan men ham boshlayman deb, u narsa sizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Men bu narsaga ancha oy davomida tayyorlanganman. Deyarli 8 oy, o'sha 7 kunlik tutish uchun 8 oy davomida tayyorlanib bo'lgan. Birinchi kam yeb, keyin 2-3 oydan keyin vazn tushgandan keyin o'sha kam yeyishga o'rgangandan keyin orada bir kunda bir mahal ovqat yeyishga o'tganman. Masalan, haftada dushanba yoki juma kunlari shunaqa qilib qo'yardim. Ertalab choy ichmayman, obedni kechroq qilaman, soat 3-4 da bitta ovqatlanardim va yana kechga kelib ovqat yemasdan uxlayverardim. Shunaqa qilib bir kunda bir marta yeyishga o'tganman. Keyin yana 2-3 oydan keyin bir kun ro'za tutganman, o'sha umuman suv ichib faqat ovqat yemasdan. Keyin 2 kunlik qilib ko'rganman 5-oy. Keyin 3 kunlik qilib ko'rgan va shu tarzda 8 oydan keyin 7 kunlikni qilib ko'rganman. O'shaning uchun bittada boshlash menimcha noto'g'ri, organizmingizga to'g'ri kelmasligi mumkin, qiynalib qolishi mumkin, nabarot kasalliklarni olib chiqishi mumkin. Keyingi narsa bu boshlash uchun nima qilish kerak deb yozishgan. Hozir aytib o'tdim. Organizmni birinchi tayyorlanib borishingiz kerak. Birinchidan sog'lig'ingizni bilishingiz kerak. Tekshirtirib chiqing o'zingizni.
hamma sog'lig'ingiz joyidami, o'pkangiz, buyragingiz, jigaringiz hamma narsa to'g'ri ishlayaptimi? Ikkinchidan, sekin juda kichik qadamlar bilan boshlash kerak. Bu nima kichik qadam? Kam yeyishni boshlang. Organizm kamroq ovqat yeyishga, ovqat kirishiga o'rgansin. 1 oy o'tsin, holatingiz yaxshimi? O'zingiz yaxshiroq, yengilroq his qilasiz. Demak, bir kunda bir marta ovqat yeyishni qilib ko'ring deb o'tib olasiz. Unda ham hech nima o'zgarmayapti, sog'lig'ingizga zarar yo'q, faqat foyda bo'lyaptimi? Keyingi 3-oyda siz bir oyda 2 marta bir kundan ovqat yemasdan suv ichib o'tkazib ko'ring. Ya'ni hech qanaqa nima deydi, побочный effekt deydi, zararli oqibatlarga olib kelmayapti. 2 kunlik qilib ko'ring, keyin 3 kunlik, keyin 4 kunlik, keyin 7 kunlikka o'tsangiz bo'ladi. Shu tarzda uzoqga reja qilib, kichkina qadamlar bilan 6 oy davomida qilib ko'rsangiz bo'ladi. Lekin bittada boshlash eng katta xato. Doktor bilan maslahatlashing. Agar bittada boshlamoqchi bo'lsangiz, doktor bilan maslahatlashib, tekshirtirib, keyin qilib ko'rsangiz bo'ladi. Lekin hech nimani bilmasdan turib, shunchaki ruhlanib boshlash noto'g'ri. Shu narsalarni tayinlanish kerak. Keyingisi nima suvlar ichish kerak, necha litr suv ichgansiz deb yozishgan. Videoda ham aytib o'tgandim. Kuniga kamida 3 litr, bo'lmasa 4 litr suv ichganman. Organizm o'sha suvdan, tanamiz 80%, 70dan 80% gacha suvdan tashkil topgan. Hamma narsa suv orqali ishlaydi. Yuvib o'tish kerak. O'shaning uchun ko'p suv ichish eng muhim narsa. Agar suv ichmasdan, ovqat yemasdan suv ham ichmasangiz, siz 100% 2-3 kundan keyin qanaqadir kasalligingiz kelib chiqadi, noto'g'ri bo'lib. Har kuni 3 litrdan 4 litrga suv ichganman, ba'zi payt 5 litr ham suv ichganman. Organizm tozalanadi. 3-kundan vitaminli suvlarni qo'shib boshlaganman, sababi men sport bilan shug'ullanganim uchun B2, B16, magnezium suvetlarimni kuchaytirish uchun shunaqa suvlarni ichishim kerak bo'lgan, shu narsalarni ichib borganman. Undan tashqari 5-4-kun qiyinroq o'tgani uchun o'sha choy ichishni boshlaganman va 6-kun yoki 5-kun asal qo'shib ichishni ham boshlaganman va o'rtada kofelar ichib borardim. Bu narsani boshqa insonlar qilganda faqat suv bilan ham o'tkazishgan, bunaqa vitaminsiz, boshqa narsasiz ham o'tkazsa bo'ladi. Hammani o'zini shaxsiy holatidan kelib chiqib, nima qo'shimchalar ichish kerakligini o'rganish kerak bo'ladi. Shuning uchun siz doktorga borishingiz kerak bo'ladi. Aytish mumkin, men moddalaring ekan, o'shani suv bilan ichib turishing kerak deb sizga to'g'ri maslahat berdim. Men ancha yildan beri shu tanamni o'rganib, ozib, sport bilan shug'ullanganim uchun o'zim videolardan ko'rib, qatlagan sportsmenlar qanaqa o'tkazganligini ko'rib, shu narsadan kelib chiqib, o'zimga shunaqa programma qilib, shu ishlatib qo'yaman. Sizga to'g'ri kelmasligi mumkin. O'shaning uchun avval o'rganib chiqish kerak kattaroq. Keyingi savolim shu edi, kofe ichganimni aytganim, kofe ko'p ichaman deb 3-kundan boshlaganman, 3, 4, 5, 6-kun kofeli ichganman, faqat qora kofe ichganman. Qanaqa kofe ichgansiz deb so'rashgan. Sutli, 3 в 1, McCofe, bilmadim, Nescafe Aroma, u kofelar nima deydi, отходdan, qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, отходdan yasaladigan kofe hisoblanadi. U 3 в 1, Nescafe, ularni ichish qat'iyan man qilinadi, sababi kimiyat ular. Toza dona emas. Shuning uchun kofe ichayotganda faqat kofe donlari bor-ku, qora, o'shalarni siqib, maydalaydi, svejiy kofe donlar, u nima deydi, meva ular. O'sadi, o'simlikdan o'sib chiqadi, daraxtdan o'sib chiqadigan kofe donlarni terishadi. O'shani maydalaydi, keyin uni siqib, davleniya ostida suv berib, uni siqib, o'sha kofein moddasi chiqib, suv bo'ladi, o'shani ichsa bo'ladi. Tabiiy, toza, qora kofein. Hech qanaqa shakar qo'shmaysiz. Shakar qo'shsangiz, och yurgan paytingizda bittada ichingizga shakar tushsa, nima deydi, glyukoza, hamma narsani o'ynatib yuborib, juda katta og'irli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shakar ichish mumkin emas birdaniga. Shuning uchun faqat qora kofe ichganman, americano deydi. Kofeni ustiga suv quyilganda americano bo'ladi yoki kofeni siqilgan kofeni o'zi espresso deydi. Xohlasangiz bitta espresso ichib, ketidan suv ichib olsangiz bo'ladi. Shu tarzda faqat tabiiy qora kofeni ichsa bo'ladi, amerikan, shakarsiz. Hech qanaqa shakar qo'shmaganman. O'zi umuman shakar qo'shmasdan ichaman americano. Achchiqroq hisoblanadi. Hamma ham yoqtirmaydi, hammaning ham organizmiga mos kelmasligi mumkin. Men lekin ancha yil davomida kofe ichganman. Kofe apparati sotadigan joyda ishlaganimda ham shu achchiq kofeni ichishga o'rganib qo'yganim uchun va menga ancha foydasi tegan. Kofein moddasi juda ko'p foydali tomonlari ham bor. Tetik tutadi, qorinni to'q tutadi. Shuning uchun o'zim uchun qo'shib olganman. Keyingisi haqida gaplashadigan bo'lsak, bir xilla bo'lmagan narsa, noto'g'ri narsa deb aytishgan. Hammaga ham mos kelmaydi. Kimlardir uchun bo'lmagan narsa bo'lishi mumkin, lekin butun dunyo tajribasidan shu narsani qiladiganlar bor. 3 kunlik, o'zi 3 kunlik qilsangiz juda zo'r narsa. Nima deydi? Choyda bir marta 3 kun ovqat yemasdan suv tutsangiz, organizmingiz yosharadi, ko'p kasalliklarning oldini olasiz. 70-80% kasalliklarning oldini olasiz.
butun dunyo tajribadan o'tkazishadi, mashhur insonlar ham, doktorlar ham hamma o'tkazadi va hattoki o'sha bizning o'zimizda 3-4 joylar bor ekan, ko'p kasalliklarni shu ochlik bilan davolashar ekan. Shunaqa faqat suv berishadi, sho'rva berishadi, shunaqa qilib berib 30 kun, 40 kun, 50 kunlab ovqatsiz ularni hamma kasalligini chiqarib yuborib, hujayralarni yengilab shunaqa qilib davolashar ekan. Andijonda bor ekan, boshqa joylarda bor ekan, sahrlarni shunaqa qilib davolashgan. Ko'pchilik bilsa ham kerak. O'shaning uchun bo'lmagan narsa deydigan insonlarga internetda maqolalar bor, doktorlarni, boshqa insonlarning tajribalari bor. O'shalarni o'qib, o'rganib chiqing. Men sizga hech nimani isbotlamoqchi emasman. Men shunchaki o'sha videoda o'zimning shaxsiy tajribamni aytib ko'rsatib o'tganman. Hech kimga bu narsani qilish kerakligini, takrorlash kerakligini undamaganman, majburlamaganman. Keyingisi qaytib semirib ketmayman deb yozishgan. Bu narsa bo'ladi. Boshida aytgandek, ozish uchun bu narsani qilmanglar. Ozish niyatida bo'lsanglar, bu narsani qilmanglar. Semirib ketish ehtimoli juda ko'p. Kommentariylardan ba'zi bir insonlar yozgan, men ham shunaqa tutib turaman, lekin qaytib semirib ketaman deb yozishgan ekan. Xuddi shunaqa. Men o'sha payt 75 ga tushganman, bir haftadan keyin yana 82 ga chiqib qolganman. O'zimcha o'ylaganman, atigi 3 kilo, 78 gacha chiqaman, keyin ushlab turaman deb o'ylagandim. Yo'q, baribir video tugagandan keyin yana bir hafta to'g'ri ovqatlanib yurganimda ham 82 kilogacha chiqib qolganman. Hozir ham shu turishim 83 kiloda, haligacha 83 kiloda yuraman. Shuning uchun ozish uchun yaxshi narsa emas. Juda kuchli irodangiz bo'lsa, ozib olgandan keyin ham juda kam yeb yursangiz, sog'lig'ingizga zarar qilmasa, keyin balkim yaxshidir. Keyingisi kommentariyada kirib o'qisanglar, boshqa insonlar o'zining tajribasini yozgan. Kimlardir men ham 7 kun, men 9 kun, kimdir 10 kun tutgan ekan, kimdir qaynotasi 27 kun tutgan ekan, kimdir 40 kun tutgan, kimdir qanaqadir kasalligini olish uchun shunaqa ko'plab kunlar tutgan ekan. Mendan ham juda ko'p kun tutgan. Ko'rasiz, o'shalarni o'qinglar, ularning tajribasini o'rganinglar, kerak bo'lsa o'sha insonlarni topib, ulardan ham o'rganib, hamma insonlardan ularning fikrini, ularning tajribasini o'rganib, bir ma'lumot yig'ib, tushuncha hosil qilsanglar bo'ladi. Kommentariyani o'qisanglar, juda ko'p qiziq ma'lumotlar yozishdi. Men ham o'qib juda maza qildim. Shu kommentariy yozgan hammaga kattakon rahmat. Keyingisi qilishdan oldin va keyin shu narsani boshlashdan oldin o'zingiz tayyorlanib borishingiz kerak va imенно boshlaydigan kuningizdan 2-3 kun oldin ham to'g'ri yeyishingiz kerak. To'g'ri ovqatlanib va tugatgandan keyin ham videoda ham aytib o'tganman, uni buzish, o'sha suv ro'zasini buzish juda muhim rol o'ynaydi. Bittada osh tiqib olsangiz, organizmingiz shokda bo'lib, nima deydi, qiynalib qolishi mumkin. Shuning uchun birinchi sho'rvalardan, o'sha kimlardir yozibdi, sabzini suvini ichganman bir kun buzganimdan keyin. Men faqat bodring pomidor yeganman, salat, suv, qanaqadir qattiq ichib, shunaqa qilib sekin-sekin chiqqanman. Bittada og'ir ovqatga o'tib ketish juda qiyin, organizm ko'tara olmaydi va og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Kirishdan oldin tayyorlanish kerak bu narsaga va 7 kun, 5 kun, 3 kun shu ro'zani tutgandan keyin, chiqishdan keyin ham 1-2 kun yengil ovqatlanib, keyin oddiy yeyishlarga o'tib ketsangiz bo'ladi. Asosiy o'sha videoda, kommentariyada aytmoqchi bo'lgan, savollarga javob bermoqchi bo'lgan narsalarim shu edi. Ko'pchilik bilmayman, fikrlashmagan, noto'g'ri xayolda yurishgan ekan. O'shaning uchun shu savollarga javob berib o'tishim kerak deb bildim. O'ylaymanki, o'sha videoni ko'rgan insonlar bu videoni ham ko'rib, to'g'ri xulosa chiqarib, o'sha video e'tibor berib ko'ringlar. O'zi hamma narsani aytib o'tganman. Agar ko'pchilik o'tkazib olib ko'rgan bo'lishi mumkin, to'g'ri ko'rmagan bo'lishi, xayol bilan nima deydi, e'tibor berib ko'rmagan bo'lishi mumkin. Ko'p ma'lumotlarni aytib o'tganman. Kofein shakarsiz ichganligim, o'sha qanaqa ozish uchun to'g'ri kelmasligini, misol organizm uchun foydalarini aytib o'tganman. Shu narsalarni ba'zi insonlar noto'g'ri tushunibdi. Iloji bo'lsa shunaqa qilayotgan insonlarga yuborib qo'yinglar bu videoni, tarqatinglar. To'g'ri xulosa chiqarishsanglar, men juda xursand bo'laman. Hammaga kattakon rahmat. Keyingi sport, sog'liq videolarni ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.